Nimalarni his qildingiz? Qanaqadir noxush vaziyatlar bo'ldimi? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz pasaygandir balki. Nimalarni his qildingiz? Inson shu bir kasallikka yo'liqqandan keyin men o'zim shunday tushunaman. Butun vujudingiz boyagi kasallikni yengishga harakat qiladi birinchidan. Ikkinchidan shu kasallik 4 ta odamni oldiga borib o'tirsangiz sizdan qochganday yoki bo'lmasa hazar qilganday, turali qilganday bo'lib tuyulaverdi menga. Aytdim, bu endi bundan beri to'yda marakaga ham bormar ekanman deb juda diqqatim ochdi-da. Keyin o'g'ilcha aytdi, dedi, diqqat bo'lmang dedi, uni qilamiz deb boyagi 22-da bo'lgan bo'lsa, 24-dami olib kelib berdi. 25-dan boshlab ichishga boshladim. Qancha bo'ldi? Iyul, avgustga kelib 3 oy ichida lekin ek kurs lecheni oldim mening bilishimcha. Bir marta olib kelib berdi, ikkinchi safar ligoti bilan deb olib kelib berdi, rahmat. Abdurasul ota, vitiligo kasalligida o'zi juda ko'pchilik bemorlar omma oldiga chiqishdan uyaladi. Ya'ni ommani e'tibori aynan o'sha kasallikka chalingan insonda bo'ladi.